mahsulotlar bo'ladigan o'yinga. Barchani Ko'rinayotgan tayyorgarlik, jamoani qay tarzda o'rganyapsiz? avvalo barchani shu o'yinga taklif qilib qolamiz. Kuchli raqibga qarshi o'ynaymiz. Yulduzlar keladi. Bu jamoa juda mahoratli futbolchilarga ega bo'lgan jamoa. Natija qanaqa bo'lishini bilmayman, lekin yigitlarni o'sha o'yinga chiqib kurashishga tayyorlaymiz. Ruhiy tarafdan, o'sha jismoniy tarafdan yigitlarni birinchi navbatda hozir tiklashimiz kerak, o'sha jismoniy tarafdan holatini yaxshilashimiz uchun. O'yinda albatta biz o'ylaymanki 12 ta bo'lib harakat qilamiz. Buni juda ham xohlaymiz. Bizda har jabhada stadionga kelib qo'llashini yoki ijtimoiy tarmoqlarda jamoamiz o'yinchilarni qo'llashini juda ham bunga biz muhtojmiz, chunki bekorga aytishmaydi, ular haqiqiy o'sha ruhiy tarafdan ham motivatsiya berishi mumkin, stadionga kelib qo'llaganida bu katta madad bo'lishi mumkin. O'sha uchun biz birgalashib kuchli raqibga qarshi kurashamiz.